Ochiq oqa darvoza. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hayt ayyomingiz muborak bo'lsin. Yaxshi o'tkazyapsizlarmi ayyomlarni? Mana biz ham o'g'ilcha bilan sekin ishxonaga ketamiz. Buni Abdullohga o'zimning ustozimning o'g'liga shogirdlikka berdim. Abdulloh jonimni. Alhamdulillah. Endi 3-4 oy bo'lib qoldi. 4 oychami shunaqa bo'ldi. Abdulloh mana o'g'limga ustozlik qilib, Furlanda ishlayapti. Bo'sh vaqtida borib qarashib, ustozidan ish jarayonlarini o'rganib, sekin yoshligidan alhamdulillah ishga tayyorlayapmiz. Yaxshi o'tkazinglar bayramlarni. Assalomu alaykum. Furlanga kelib oldik mana ishxonachamizga. Shokat chetda, shokatda mana qora Bentley turibdi mana. Qolganlar yo'q hech kim. Hozirgilar yo'q, patron yo'q. Ustozing yo'q-ku Abdulloh? Ha? Ha? O patronni u rahbardi. Qolgan payt keladi, lekin unaqa bo'lish kerak emas aslida. Ha? Ko'chalar bo'm-bo'sh akalar, 10 minutda yetib keldik. Uydan tomoni ishxonaga kelguncha 10 minut vaqt ketdi. Endi ko'pchilik viloyatga ketgan, bayramga, hayitga viloyatga ketishgan, o'sha shaharlar bo'm-bo'sh ham dam olish. Xo'p, bitta gullarimizni oldik uydan, bularni bitta ma'ruf yengilab beradi bizga inshaalloh. Обновление qilib beradi. Bitta yangi gullarni olib, chiroyli qilib uylarni yasatib qo'yamiz. Ishlarni boshlab oldik-ku, bo'lmasa.